Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Podmoskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Sizga eng ishonchli 7 yillik stajga ega bo'lgan xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор удмленияsi bilan, eng arzon narxda 1 yillik garantiyasi bilan, Amina ilovasidan ro'yxatdan o'tmaganlar uchun hostelga registratsiya, INN, SNILS, proverka zapret hamda reyestrdan chiqarish, shu va boshqa xizmatlar uchun ekrandagi raqamlarga WhatsAppdan yozing yoki telefon raqamga qo'ng'iroq qiling. Rossiya o'zbeklarni o'lim zonasiga yubormoqda. Rossiyaga bormang. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Bugun Rossiyaning turli hududlarida O'zbekiston mehnat muhojirlari sifatida borgan yosh yigitlarni g'ayriinsoniy va jirkanch usullar bilan Ukrainadagi bosqinga majburan olib ketish avjiga chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum. Faqat ko'pchilikka, hammaga emas. Hozircha bunday kulfat boshiga tushmaganlarning hujjatlari to'liq bo'lsa, Rossiyada yurish-turish qoidalariga rioya etilsa, noqonuniy xatti-harakatlar qilinmasa, hech kim sizga tegmaydi degan xomxayollar ham o'zini aldamoqda. Rossiyaning Ukrainaga jinoiy bosqini boshlangandan to bugungacha shu bosqinga majburan turli tuhmat va noqonuniy yo'llar bilan olib ketilib, so'ng jasadi temir tobutlarda ayanchli tarzda qaytarib yuborilgan navqiron yoshlarning aksariyatida hujjatlar to'la-to'kis bo'lgan. Ishonavering, bugun Rossiya ishlash uchun taniladigan variant emas. Rossiyaga bormang deb nomlangan serialli video materiallarimiz to'xtamayotganining ham boisi shu. Hozirda shu jirkanch usullar bilan bosqinga majburan olib ketilgan, vaqt o'tib bolasining o'ligini qabul qilib olgan va farzand dog'ida qolgan onaizor va sho'lik otalarning g'am anduhi tarmoqlarni larzaga solmoqda. Biz esa shunchaki Rossiyaga bormang deyishdan nariga o'ta olmaymiz. O'zimizda ish bo'lmasa nima qilamiz yoki o'zimizda ish bilan ta'minlab berilganda u yoqlarga ketmasdik. O'tirib gapirish oson degan nafratli gaplarning esa hozir mavridi emas. Gap jon, hayot va sog'liq haqida ketmoqda. Agar bu muhim unsurlar sizga kerak bo'lmasa, marhamat, har lahzada va istalgan paytda nima qilib bo'lsa-da bosqinchi armiyaga qo'shib olishga qaratilgan iflos usullarning qurboniga aylanishingiz mumkin. Bo'lgan mamlakat sizni kutmoqda. Chegaralarni ochiq, ammo qaytish kafolatlanmagan. Rossiyaga bormang, shu yerda qoling yoki tinch hamda normal siyosiy va ijtimoiy muhit mavjud bo'lgan davlatlarga boring. Davlat Dumasi raisi Vachislav Volodin chet el fuqarolarini ishga joylashtirish qoidalarini o'zgartirishni taklif qildi. Duma kengashi vakolatlarni Mehnat vazirligidan Ichki ishlar vazirligiga o'tkazishni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Ichki ishlar vazirligiga migrantlar kvotalarini hisobga olmagan holda ishga joylashishi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini tasdiqlash huquqini berishmoqchi. Vachislav Volodin Ichki ishlar vazirligi tartib o'rnatishiga va ushbu mutaxassisliklar ro'yxatini qayta ko'rib chiqishiga umid qilmoqda. Hozirda ro'yxatga 192 ta mutaxassislik kiradi. Ularning orasida 38 ta shifokorlik lavozimi va 46 ta o'rta tibbiy xodimlar lavozimi bor. Davlat Dumasi raisi tibbiyot kabi muhim sohalarda faqat rus tilini yaxshi biladigan yuqori malakali mutaxassislar ishlashi kerak deb hisoblaydi. Qoidalarni o'zgartirish qarori Bosh prokuraturaning tekshiruvlari bilan bog'liq. Tekshiruvlar chet ellik tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilishda ko'plab qoidabuzarliklarni ko'rsatdi. 2025-yilda Rossiyaning 27 ta hududida prokurorlar xorijda ta'lim olgan tibbiyot mutaxassislarining diplomlarini tasdiqlashda qoidabuzarliklarning oldi olingani aytilmoqda. Mamlakatning 17 ta hududida chet ellik tibbiyot xodimlari ularning malakasi majburiy tekshirilmasdan ishga olingani aniqlandi. Ushbu qoidabuzarliklar sababli Davlat Dumasi yaqin vaqt ichida Duma kengashi yig'ilishida vaziyatga aralashishni rejalashtirmoqda. Davlat Dumasi raisi Vachislav Volodin 1-iyundan kuchga kiradigan qonunlar va boshqa o'zgarishlarni e'lon qildi. Migrantlar uchun nazorat qattiqlashadi. Chet el fuqarolarini qo'shimcha ro'yxatga olish bo'yicha maxsus tajriba 2027-yil 31-dekabrgacha uzaytirildi. Bu haqdagi qonun 30-iyundan ishlay boshlaydi. Endi migrantlardan biometrik shaxsiy ma'lumotlar yig'ish majburiy bo'ladi. 2024-yildan boshlab Rossiyada migratsiya sohasida 25 ta federal qonun qabul qilindi. Bunda 21 ta qonun deputatlarning o'zlari tomonidan taklif etilgan.
Ushbu choralarning barchasi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda yordam beradi, deb aytilmoqda. Ilgari migrantlar Rossiyada bolalar nafaqasi faqat Rossiya fuqaroligini olgandan keyin 5 yil o'tgach olishlari mumkinligi haqida xabar berilgan edi.